Merhaba. Bugün yangi yil va biz jiyanim bilan Qorbobolik noodatiy makiyaj qilamiz bugun. Birinchi yuzimizni namlab olamiz. Birinchi yuzimizni oqartirib olamizki, Makiyajimiz zo'r chiqsin. bazaviy rangimizni Ko'k qilamiz. mana men yuzimni shunaqa qilib ko'kartirib oldim. Endi menga ko'kartiramiz. Guash bilan qorboboyimizni chizamiz. Mana jiyanimga shunaqa qilib chizib qo'ydim. Ammo o'zizga ham chizishni bilasizmi yuzga? Chiza olaman shekilli. O'xshayaptimi? 100% mi? Yo'q, o'xshamayaptimi? To'g'risini ayt. 100%. Qorbobomi shu? Endi nima deyman? Voy. Sog' bo'ling. Paypoq. Endi esa Yaltiraymiz. chiroyli chiqibdimi dada? Nima yo'q? Lampa. Ammo men ham yaltirayapmanmi? Ha, jonim, siz ham yaltirayapsiz. Ammo bular keyin chiqadimi? Yuzingizdanmi? Ha? Yo'q, qoshni qolib ketadi, maylimi? Yo'q. Chiqsin. Ammo Ha. nimaga paypoqchani yuzga ko'tarib qo'ying? Chunki yuzim kattada. Hoy, hozir ayo. Tezda qoshimni tarab olmasam ayam chaqiryapti bizni. Sizga mos so'kadi hozir. Mana yangi yil makiyajimiz tayyor bo'ldi. Yangi yilda shu makiyajimiz bilan kutamiz. Sizlar bugun qanaqa makiyaj qildinglar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Ko'proq shunaqa videolar uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying va Videoga like bosib qo'ying. yangi yillarni yaxshi kutib olinglar. Paka paka.